Yaxshimisiz savoqdoshlar. Bugun men sizlarga so'zlab berdiganim irodasizlikning shakllanishi. Irodasizlikning shakllanishi degan nima esa, odam qanday bo'lib irodasiz bo'lib qoldi. Yoki o'miz qanday vaqtda irodalik bo'lay debmi, irodalik bo'lanmaydi. Ham nurg'un o'quvchilar bo'lsin yoki nurg'unlagan jamiyat chiqqanlar bo'lsin, o'zining irodasining og'ir darajada komilligini his qildi. Doim bir ishni qilaman deydi, oxiriga chiqolmaydi. Dastlabida intan qizg'an, keyin qizg'in emas. Yani bazılarının çoğum iradalik bol degan gaplarni anglaymiz. Amaliyot bu xil an'anaviy usulda ekan. Boshqalarning iradalik bol degan gaplarni anglasa, uni irodasiz qilaydi. Bu qanday gap? Biz buni yili darsimiz orqasida buni so'zlaymiz. Shunga bugun mening asos so'zlaydiganim odam irodasiz qilib qo'ydigan nurg'unlagan psixikada mexanizmlar bor. Bu odamlar irodasiz bo'lib qolmaydi. O'zining psixikasi shuningga so'rab bordi. Agar biz bu mexanizmlarni o'rgan vaqtda odam o'zining qilayotgan jarayonlarda ma'nosidan ko'ng suygan vaqtda yoki ma'nosiz qizg'inlik qolmaganda yoki uning bir xil harakatdan kuch qolmagan vaqtda mushkil mexanizmlar orqali balkim u o'zining irodasini mashq qildira olishi mumkin. Albatta iroda mashq qildirish qandaqdir bir eg'iz gap bilan shakllangan narsa bo'lmasdan, u mu xuddi muskullarni mashq qildirgandek bir o'gindigan, taraqqiy qildiradigan mundaq bir narsa hisoblanadi. Unda bo'lsa bugungi darsning darsida men xatolik pravsi degan bir uqumni tushundirman. Xatolik pravsi degan nima? Xatolik pravsi deganimiz odam ma'lum bir yaxshi qilgan bo'lsa, yoki yaxshini o'ylagan bo'lsa, u darhol o'zining yaxshi qilganlik uchun yoki yaxshini o'ylaganlik uchun o'ziga bir xatolikka o'tkazishga yo'l qo'yish. Masalan, men sizga bir tajribamni deb beray. Şirkatning oldida men o'zimning o'quvchilarga mundaq bir topshiriq berdim. Ya'ni bugun qaytib sizlar kelgusida qildigan yaxshilaringlarni yezib 200 xatlik qilib buni bir maqola yozib kelinglar dedim. Shundan bular atis kelgan vaqtda bir liti bir hodisa yuz berdi. Nima degan vaqtda shu kuni ularning kechki nisbati o'rlab ketdi. Unda biz tasavvur qilaylik. Bolalarning kechki nisbati nima ish o'rlab ketdi? 200 xat. Bu jiq bo'lsa yoki 1 soat yoki yarım soat vaqt oldi. Undan ularning kechki nisbati nima ish o'rlab ketgan? Chunki ular kallasida yaxshi qilaman deb o'ylagan nimasi uning bir xushallik tuyg'u paydo qilib qo'ydi. Shunga u bu xushallik tuyg'u uchun hozir o'ziga bir xatolik o'tkazishga bir qatim fursat berib turib oldi. Biz bu nima deymizsa, xatolik pravsi. Nurg'aning dastlabida boshlab ishlarni oxirida davomlashtirmasdan hammasi nima degan vaqtda ular eng oxirgi o'zining nishonini unutib qolib, shu qilish jarayonida o'zining yaxshilarini o'ylab bu yaxshi uchun o'zi bir qatim mukofotlaydi yoki o'ziga bir qatim bir huzur berib turib olish mumkin. Masalan, bir odam 10 kilo uruqlayman dedi. O shu kundan boshlab badan mashq qildi dedi. Bir kun mashq qildi, 2 kun mashq qildi, chidadi. Onunla tirishdi, irodasi bo'ldi. Ammo bu 2 kun vaqtida o'z mashq qilish maydoniga borgandan keyin, mashq qilgandan keyin u o'zida bir xil faxr his qilinib qoldi. Bu xil faxr uning psixikasini paydo qildiysa, o'zini bir qatim mukofotlash. Bu mukofotlash nima bo'lishi mumkinsa, 3-kun u bormas mumkin. Chunki 2 kun borganlik tufayli 3-kuni bormaslikni cho'qim men irish tegishlik bir suyunchi deb o'ylab qoladi. Yoki bo'lmasa bir xizmatchi 8 soatlik ishni tugatibmi, bir shirkatda ishlaydigan ishchi 8 soatdan keyin 9 soat ishlayotgan bo'lsa, o 9 soat ishlaganlik uchun bir yaxshi qilganlik uchun shirkatga, balki bu shirkatning oz-to'la shaxsiy pulini yoki bo'lmasa shaxsiy narsasini ishlatib olish mumkin yoki o'g'irlab olish mumkin. Nima ish qilsa, u 9 soat ishlaganlik uchun o'zini bir qatim mukofotlashga yuzinib qoldi. Biz buni xatolik farqi deymiz. Yoki bo'lmasa bas erlar bir masalan o'yining barliq chiqimini ko'targan bo'lsa, masalan o'yining nima deb qo'yamiz, qarz puli bo'ladi, o'yining chiqimlarini butunlay ko'targan bo'lsa, bu erning axloqidan chetnab ketishi, ya'ni nikoh sirtidagi ba'zi ishlar bilan shug'ullanib qilish imkoniyat mumkinchilik kuchli bo'ldi. Chunki bu o'yining barliq nimasini o'z ustiga olganlik uchun uning bir xil xushallik tuyg'usi, muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib qoladi-da, u darhol ba'zi ezib ketishi mumkin. Demek, xatolik pravsi degan nimasi? Xatolik pravsi dal odamlarni eng oxirgi nishoniga bormasdinlar. U shu nishonga yetish jarayonidagi ma'lum ushaq-tushak yoki shu bosqichdagi muvaffaqiyatidan huzurlanib, shu muvaffaqiyat uchun o'zini nachar bir yoki ashning nishoniga yetkazishga qarshi to'sadigan ma'lum ish bilan mukofotlab olishni biz nima deb ataymiz? Xatolik pravsi deb ataymiz.
Yak bazı o'quvchilar imtihonga tayyorlik qilish uchun qattiq tirishdi. O 4 soat ugunib etdi. 4 soat uganganda u bir xil tirishqan tuyg'uga kelib qoldi. Bu tirishqan tuyg'u nimaga da'vat qilish mumkinsa, balkim bu darhol kompyuter o'ynab turaverishim mumkin yoki taloq chiqib to'p o'ynash mumkin. Chunki 4 soat ugunish qilganlik uchun o tuyg'u uningga bir qatimliq mukofot berib qo'ydi. Asli bu o'quvchining asli maqsadi emas. Asli imtihondan yaxshi numar elish yoki bilimlik bo'lish. U uni unutib qoldi. Yoki biz bayatingi misaldagi eliq badan mashq qildirgan odamning asli ang oxirdagi nishoni nimasi? Asli uning nishoni 10 kilo o'riqlash. Ammo o 2 kun mashq qilib, 2 kunlik mashqni o'zimning uftiqi deb o'ylab qoldi-da, bu uftiq uchun 3-chi kuni uning bormaydi. Yoki 3-chi kuni o balkim o'zining eg'irligiga mos keladigan ba'zi ishlar bilan shug'ullanish mumkin. Buni biz xatolik pravos deb ataymiz. İkincisi, ayetining bugunga pravo berishi. Nurg'un odamlarda psixikada tug'malam qanday o'ylaydi desa, ayetini intayin ko'p vaqt hisoblaydi. Ya'ni ayetda bugun qaraganda oz deganda 6-7 soat ushiqdek hisoblab oldi. Yoki ayetda u intayin bir xil kuchli energiyasi bordek his qilib turib oladi. Yoki ayetda hamishlar o'ngishilib ketgandek his qiladi. Men o'tganda o'quvchilarga bir sınaq yapadım. O'quvchilarga siz ayet qildigan ishinglarni yezib chiqinglar, chuqum amaliy bo'linglar deb topilab tursammi, %80% o'quvchining yozgan nimasini bir ayeti bir kunda emas, 3 kun oran urundab bo'lib bo'lgan narsani biroqla ayet qildiganga yezib olgan. Unda shu 3 kunda qildigan ishni ayet qilaman deganlik uchun bugun nima ish qildiysa, bugun o'ziga pravo berdi, bugun asosiyatdan qilishlik ishni qilmaydi. Çünkü o ayetsi adamın kallasida 3 kunga hisob bo'ldi. Buni u amaliy o'ylayman deysimi, uning mingisi psixikasi tabiiyla ayetini shundoq nima deymiz, uzun, cho'ng ko'rsatib qoldi. Shunga bizmish irodalik jarayonda ayetini o'ylagan vaqtda mushining bak diqqat qilish kerak. Bu tug'ma ayeti bizni aldab qo'ydigan gap. Amaliyotda bugun bilan ayetga vaqt o'xshash 24 soat bo'ldi. Biroq ko'pincha ahvollarda ayeti odamga shundoq kuchli ko'rinadi. Uning ustiga ba'zi odamlarga ayeti intayin bir xil qobiliyat qilib ketgandek, ayta o intayin bilim qilib ketgandek, ayta o intayin boylab ketgandek his qildi. Nurg'un yoshlar o'zining aytisini intayin boydek his qildi-da, bugun shunga o ayati boy bo'lgandan keyin bugun o asosiyatdan pul yig'ish qolmaydi. Yoki pul xejlashni o to'g'ri deb o'ylaydi. Nimish qilsa, o ayat uchun bugunni asosiyatdan qurbon qilaverdi. Mana bumi nurg'un yoshlarning odatda shu hisob yig'olmasligi, boylik to'playolmasligi birdan bir sabab. Mesela ma'quvchi. Bu o'quvchining kallasida bu ayat intayin tirishchan ko'rindi. Yoki o'gilik tirishchan, yoki kelgus tirishchan ko'rindi. Shuni bu to'liqlay olmayman deb o'ylaydi. Shu sababli bu nima ish qildi desa, bu kompyuter o'ynayotdi. Bu xotirjam o'ynayotdi. Nima ish qildi degan vaqtda buning nisbatan ayatda bugun pravo beryapti. Undasa bu xil ozni qandoq tusimiz? Men nurg'un odamlarning o'zining qilayotgan ishlarini faxrlanganini ko'raman. Masalan, har qanday ishlardan shug'ullanib faxrlandi. Bu xil faxrlanish tuyg'usi amaliyot nima paydo qilib qo'ydi desa, uningga ikkinchi qatim bir xatolik sodir qilishni uqtirib qo'ydi. Shunga o'tganda bir leksiyasimni ismiga men odamning yaxshi qilishi yaxshi qilishi yaxshi emas deb qo'yib qo'ydim. Nurg'un odamlar buni tushunmadi. Va bu yaxshi qilish nima yaxshi emas? Çünkü bu yerda bir narsani, çünkü biz qilayotgan ma'lum ishimizni yaxshi deb turvasak, bu yaxshi deganligimiz uchun bizda bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Ya'ni bir eskishqa yoki kichikroq bir xatolikqa yo'l qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Unda esa bir odamning qilayotgan ishi yaxshi emas, masalan da o'ylaylik. Bir odam har kuni etgan qopdi yoki bo'lmasa intayin tirishdi. Bir balon tirishqinni misol qilaylik. Uning tirishqinni u bilan bu bir yaxshi qilyapman deb o'ylasa olmaydi. Chunki buni tirishishni yaxshi qilyapman deb o'ylasa, o darhol bu yaxshining o'rnini to'liqlab bitadi. O'zini mukofotlaydi. Nima ishlansa o'ynash orqali. Unda esa bir narsa qiyos qilaylik biz. Zoti bizning asli holatimiz nima? Bir odam qilgan yaxshini mukofotlasa, u chaqda bu nima tushuntirdi desa, asli odam nacharti deganini bildirdi. Amaliyotda balning tirishi yaxshi bo'lmasdan as qilishlik ish shu. Bir yosh balaning pul tepishi yoki pul yig'ishi uning qilib ketgan yaxshi bo'lmasdan asli qilishlik ish.
Agar u pul tepishni yoki pul yig'ishni yaxshi ish deb o'ylab olsa, u chaqda uning asli holati nim bo'ldi degan vaqtda nachar hisoblanadi. Undan bo'lsa odamning ikki nusxasi deganni belgilaylik. Nurg'a odamlar o'zini ma'qul nachar o'ylaydi. Shunlar har qatim yaxshi qilgan vaqtda xo'sh bo'ladi. Yaxshi qilgan xo'sh bo'lganlik uchun bu xil xushallikni mukofotlaydi. Amaliyotda odamning asli nusxasi nachar bo'lmasdan yaxshi. Nurg'un qilayotgan ishlar odam asli qilish tegish ishlar. Uning badan sog'lom qilishi, tirishi, kitob o'qishi, erning masalan o'yining yenik yuklarni, egrinik yuklarni ko'tarishi, nurg'un ishlar amaliyotda odam bo'lish tegishlik asli yaxshilar, asli nusxa shu odamning. Ammo hozir odam nima ish qilyapsa, bu qilgan ishlarni alayda yaxshi deb bu yaxshiga bir mukofot, nachar ishga mukofotlab turdi. Bunaqa odamlarning bu xilatni biz nima deb yakun chiqara olamizsa, demak odam nachardi, u yaxshi qilgan vaqtda xushal bo'ldi, shunga mukofotlash kerak. Bu xato ahvol. Asli odamning nusxasi ma bo'lmasdan nima bo'lsa, ma nusxa bo'ladi. Shunga biz cho'qim avval nishonni bekitishimiz kerak. Masalan biz yanlar badan mashg'ulliq odamga yenib boraylik. Uning asli 10 kilo uruqlishi asli nishoni. Hargiz bu badan chiniqtirish sarayga 2 kun berishi nishon emas. Ammo bu 2 kun beribla nishoning yetgandek o'ylab qoldi. 2 kun beribla o'dingda bir xushallik, muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib Shunlar 3-kun bormidi. Bu jarayonda uni unutib qoldi esa, o'zining asli ultimat nishonini, ya'ni 10 kilo uruqlash nishonini unutib qoldi. Bir o'quvchining asli tirishishi o nishon emas. Tirishning oxirgi natija nishoni. Biroq u 2-3 kun tirishibla yaxshi holat keldida, uni bir xil muvaffaqiyat tuyg'usi paydo bo'lib qoldi. U 3-qatim o'zini mukofotlab tirishmidi yoki bo'lmasa o'ynab oldi degan gap. Shunga sizlar irodasizlik masalasiga kelgan vaqtda o'zingizning hayotidagi, o'zingizning turmushdagi eng chong nishon zot nima edi? Bu nishonga berish jarayonidagi bosqichlar jarayonida o'zing mukofotsan olmaydi. Bu mukofotlashning o'zi amaliyotda shu qilayotgan ishlarni nolga aylantiradi. Shu nurg'un yosh bolalar boshlaydi, chekindi, boshlaydi, tugaydi. Yana bir misol. Bir odam 1 million yig'moqchi. Uning asli nishoni nima desa 1 million. Ammo u 1000 ko'y yig'di, muvaffaqiyat qozondi. Ammo uning asli yig'moqchi o'g'in nima desa 1 million. Biroq bu 1000 ko'y yig'gan odam o'zini xushal bo'lib ketib, o yüz belki 500 koyun heyzletiş mümkün. Akuşalık tuygusu var. Asli onun asli nişanı neyse 1 milyon tepiş. Onun asli herkes nişanı arlık jarayandık emas. Şuna nurgunda vaqtlarda sizlar qilib qarşınlarga herkes bu yaxshi ish deb baho bermanglar. Qachon silmushni men yaxshi qildim, yaxshi ishmish qilayotganim degan shu tuyg'uda odam bir nachar ishni keltirib chiqardi. Şuna biz şu kundalik ish tartibimizda qilayotgan ishimizni hargizmi yaxshi demayli. Asli u bizning aslimiz shunda yaxshi. Shu asli biz qilish tegishlik ish. U hargizmi biz nachar. Bizni qilib qo'ygan ishimiz cho'p qolsa, u chaqda bu vaqtda xatolik pravos nima ish qildi bo'lsa, xatolikqa pravo berib qo'ydi-da, u chuqur bir xatolik sodir qildi. Shuna mushu nuqtada hargiz ezib ketmanglar. Bu men sizlarga bugun so'zlamoqchi bo'lgan xatolik pravos. Ondan sonra biz xatolik pravisi nazariyasida tushunmagan narsa so'zsan bo'ldi. Siz. Undaq bo'lsa so'rab qo'yaylik ma'lum. Mushundaq bo'lsa odam har bir qitim ishni qilib, shu o'zidan rozi bo'lganda yoki bir xil hayajon his qilgan vaqtida shu o'zimizni, o'zimizga nisbatan bir xatolik pravisi berish oldida bir xavf bor deb o'ylasak bo'lamdi. Bo'ladi. Odam eng cho'ng xato qarorini qachon chiqardi desa, xushal vaqtda chiqarib qo'ydi. Ma'lum ishni ufti qozongan vaqtlar intayin diqqat qilish kerak. Masalan, ba'zi olqish qilishga odamlar ko'p vaqtlar ichida chavak ichida yashagan odamlarda tuyuqsiz o'zi xatolik farq bir pravos berishning miqdori sal eshib bordi. Nima ish qiladigan vaqtda bular ko'p jarayonda to'xtamay chavak ichida cho'ng bo'ldi. Asli bularning asli g'oyat nishon nimasi yaxshidan bulash. Hargiz chavak emas. Ammo u chavakni yaxshidan bulash jarayonidagi erishgan chavakni o'zining eng oxirgi bir xushallik paydo qiladigan muvaffaqiyat tuyg'usi his qilib olgachqa, u balkim shu tufayli ma'lum bir
o'ziga xatolik berishga, sodir qilishga yo'l qo'yish mumkin yoki shuningga intilib qilish mumkin. Shuning bilan uning aslidagi nishoni, yaxshi odam bo'lish nishoni mushahidlam tugab ketib qolgan gap. Shunga biz chuqur o'zimizning asli nishonimizni nima? Bu jarayon ketib qolgan narsa bu jarayonmi yoki muvaffaqiyatmi? Mushning diqqat qilmasak, bu nishonga hargiz berib olmaymiz. Nurg'un yoshlarning nishoni baramas sababning o'zi boshlanish yaxshi. Har qanday bir yosh inson muvaffaqiyat intilmaydigini yo'q. Ammo ham avval qila oladi buni. Ammo qilish jarayonida o jarayondagi ma'nosi tamomlab bo'lgandikinlar, o'ziga darhol chekinish uchun bir qatam xatolik yo'l qo'yib qo'ygan gap. Masalan, u 3 qadam mang'andan keyin xushal bo'ldi. Xushal bo'lgan vaqtda u o'zini mukofotlaydi. Mukofotlashmasa o'ttirib berish. Yani o'ttirib berish orqali o'zini mukofotlaydi. Shundan o balkim o'ttirash kunab qilib keyin mengish qo'shaqmaydigan. Hatto o'zining asli nag berishini unutib qilib, mengishni o'zining bir 3 qadam mengishni o'zining eng oxirgi muvaffaqiyat cheki qilib hisoblab olgan bo'lishi mumkin. Shundan u o'zini o'ttirash orqali mukofotlagan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa har bir yosh mushu iroda qarab, mushu mang'an mushu yo'lida, masalan, har bir kichik qadamlardan, masalan, muvaffaqiyat bosgan har bir kichik qadamlardan o'zidan rozi bo'lib, xushal bo'lishi mumkin. Unda otadan mushu o'ziga mushu xatolik pravasini qandoq ogohlantirish shakli orqali saqlanғылы bo'ldi. Yaxshi savol. Albatta, u har bir bosqich tamomlaganda uni xushalik tuyg'u paydo bo'ldi. Bu tuyg'uni hargiz biz sen bunda tuyg'u bo'lmaydi desak olmaydi. Chunki bu tuyg'umi uni balkim olg'a bostirib turishi mumkin. U har qatam bir bosqichni tamomlagan xushalik tuyg'u paydo bo'ldi. Har qatam tamomlagan vaqtda u nima diqqat qilish kerak degan vaqtda o'zining asli nishonining nima ekanligini. Mushini to'xtamay o'ziga ogohlantirib turgan vaqtda u ondan qadam shuningga yaqinlab qoldi. Agar bu xil nazariyani tushunmagan vaqt bo'lsa, men bu yerdan degandek nurg'unlari ma'lum bir bosqichdalar asosiy jihatdan chekinib yoki bo'lmasa o'zini mukofotlab qo'ygan ahvollar shakllandi. Endi men sizlarga ikkinchi nazariyani so'zlayman. Ikkinchi nazariyasimizning ismi nur chambarak effekti. Nur chambarak effekti degan nima desa, ma'lum bir xato ish borda, bizni turmushimizga, bizning taraqqiyotimizga ta'sir qilgan tusoqdan xato ish bor. Ammo buning yanında kichik bir yaxshim bor, foyda. Ham nurg'a odamlar qanday qildi desa, ma kichik ishni o'ylablar, o'ziga bana tepib, ma ishkilisini biraqlam. Ya'ni ma kichik foydali kichik ishni deb, uning ziyonli cho'ng ishni birga qilish. Masalan, bir misol ko'rsataylik. Bir uruqlashni maqsad qilayotgan, uruqlashni nishon qilayotgan bir ayol mayliq tomoqni yemaslik uchun tirishdi. Unda bo'lsa buning oldiga mayliq go'sht, qashlangan, besilgan polodan birisi kelib qoldi. Shundan bu polon men yesam bo'lmaydi, men uruqlatdim, men simirib ketsam bo'lmaydi deb irodasi bo'ldi. Ammo tuyuqsiz bu polonning yoniga biz bir taqsa so'qsa yoki bir taqsa palak yoki chinse ko'k yeshil narsalarni yeshil ko'kdan qo'yib qo'ysak, bu ayol balkim buning shiklisini yeyib mumkin. Nima ish qilsa, u kallisini deb o'ylaydi bo'lsa, yeshil yemeklikni o'ylab, uning badniga foydaliligini o'ylab, polonimi shundan yeyitish effektini biz unum ta'sirini biz nurcham effekt deymiz. Bu yana qanday vaqtlar shakllandi desa, ba'zi ayollar masalan do'kon cho'klab etib 10% bas tushgan bo'lsa ma'nosini, yoki 20% bas tushgan bo'lsa, voy buni 20% bas tushdi deb balkim o'zi zarur bo'lmagan, ehtiyojli bo'lmagan narsani nurg'uni setib olib keladi. Uning kallasida bas tushganni o'zi uning bir yaxshi foydali deb nachar narsalarni biroqlam zarur bo'lmagan narsani yig'ishtirib qo'ydi. Eng oxirida iqtisodiy qarshi desa, nurg'un pullarni ziyon tortgan. Yoki bo'lmasa Ba'lim odamning jiroqdan bir tuqqunga qoldi, do'stga qoldi. Bu do'stini mehmon qilish tufayli u balkim haddan ziyoda mehmondoshlik qilaman deb balkim aroq yoki bo'lmasa tomoq qatorliqlarni birga iste'mol qilish mumkin. Yoki bo'lmasa haddan oshgan holda pul xarjlatish mumkin. Endi u aslining ziyon nimasi? Ash so'rindiki uning badaniga nisbatan ziyonli bo'lgan narsalar. Biroq u nimani o'ylaydi desa, do'stini mehmon, do'stini ko'nglini olishdak, ma do'stini ko'nglini olishda, ma chungi uning badaniga ziyonli narsa. Demak, bu ma'ni o'ylab turib, ma'ni iste'mol qiladi. Demak, kichik bir yaxshi ish nur chechib, cho'ng bir eskishning yoki yomon odamga ziyonli ishni butunlay nur chambarak bilan to'sib o'tishi mumkin. Shunga biz buni odatda nur chambarak effekti deb ataymiz. Unda esa mening sizlarga so'zlaydigan 3-chi
nazariyam dopaminni tushundirish. Dopamin tushuntirishdan burun biz Montreal universitetidagi yosh psixolog James Oldning bir psixik tajribasini misol qilay. James Old bir chashqanni tajriba qilgan. Ya'ni chashqanning mingisidagi ma'lum bir yerga elektr dolqini, ya'ni elektr simni ulash orqali asli chashqanni qo'rqatmoqchi. Chunki chashqanning eng qo'rqaydigani elektr dolqini. Endi odamni hayron qoldirgan nima bo'lgansa, chashqanға bu elektr dolqinni bergan vaqtda chashqan o'z elektr dolqini erishgan yerga to'xtamay o'zini atgan. Asli tajriba qanday bo'lishi kerak desa, bu elektr dolqin kelgan yerdan qechish kerakdi. Ammo amaliy tajribada qanday bo'lib qolgansa, chashqan to'xtamay elektr dolqin qo'zg'algan yerga o'zini atgan. James Oldning bu tajribasi xato ishlanib, tuyuqsiz mingidagi yan bir rayoni tep qolgan. Ayni vaqtda Jamesning yakuni qanday bo'lgan desa, balkim biz bilib bilmay mushu chashqanning xushalliq tuyg'usi paydo qiladigan ma'lum yani qo'zg'ayotga o'xshaymiz deb bu mingidagi bu rayonga xushalliq rayoni deb qo'yib olgan. Ammo keyin davlat psixolog His, ya'ni Tulane universitetidagi His bu tajribani odam ishlash orqali odamdimi shu mingisining ashirini g'idiqlagan vaqtda bu g'idiqlangan tarafga to'xtamay borganligi yoki shu kunupkini g'idiqlash keltirib chiqarayotgan bu kunupkini to'xtamay besayotganligini hatto holsizlangicha kunupka bosganligini bayqagan. Ammo bu odamni so'rgan, siz mush kunupkini harakatdan bosganda xushal bo'ldingizmi deganda xushal bo'lmagan. Ammo nima ish bossiz desa, xud xushal bo'ldigandek tuyulib ketgan menga degan. Onda bo'lsa, psixologlar bu tajribani taraqqidirib nimani deb chiqdi desa, mingidagi shu rayonni g'idiqlagan vaqtda mingida dopamin deb ataladigan bir neyrotransmitter deganimiz nerva signallarini tushug'ich hormon, xuddi aminokislotasi o'xshab bir tushug'ich hisoblanadi. Ya'ni nerva shakllangan signallarni. Dopamin degan narsani qo'zg'aytirganligi. Bu dopaminning o'zining asli xushallik paydo qilmaydiganligi, ammo odamga bir xil xushallik erishadiganidek tuyg'u paydo qiladiganligini deb chiqqan. Unda odam badanidagi bu dopamin zodi odam badanida nimada paydo bo'lib qolgan? Chunki bizning badanimizga hech qanday bir suyuqlik yoki hech qanday bir a'zolarimiz yoki hech qanday bir hujayramiz ushib kelib qolgan emas. Unda dopaminning paydo bo'lishi insonlar uchun nimani zot tushuntirib beradi? Amaliyotda dopaminning paydo bo'lishi odamni harakatlantirib turadi. Uni harakatsiz holatdan harakatlantirib turadi. Dopamin bo'lmasa odam hech qanday harakat qilmaydi. Masalan, dopamin nima ish qildi deganda, tomoqni yesang xushal bo'lsan deb tomoq zo'rlaydi. İşləsən xushal bo'lsan deb ishqi zo'rlaydi. To'y qilsan xushal bo'lsan deb to'y zo'rlaydi. Balıq bo'lsan xushal bo'lsan deb baliq zo'rlaydi. Mashina olsan xushal bo'lsan deb mashina og'izdi. Demak, bu to'xtamay insonga xushallik to'g'risida va'da berish orqali odamni aldirmay nega boshlab bordi bo'lsa, harakatga boshlab bordi. Masalan, klinikadagi Parkinson kasalini misol qilaylik. Parkinson kasalining alaylik nimasi? Parkinson kasalida hech qanday harakat bo'lmaydi. Shunga Parkinson kasalini davolash uchun doktorlar nima bo'lsa, dopaminni ukol qilib urdi. Ukol qilib bo'lgandan keyin Parkinson kasaliga giribtar bo'lgan odam passivni turvelishdan harakat qilishga qarab maqdi. Agar bu dopaminni butunlay elevetse, masalan chashqandan kallasidan dopaminni butunlay sug'urib elevetgan. Bu chashqan nima bo'lgansa qarab turgan. Irimchik bo'lsa-mi, uning intilish bo'lmagan, ammo irimchik yegan huzurlangan. Ammo irimchikni oldi qo'yib qo'ysimi, uning etilib bo'lmagan. Demak, dopaminning asli odamni paydo bo'lishining asosiy sababi nimasi? Odamni bir xil xushallik va'da berish orqali ani qilsan deb uni intildirishdan darak berdi. Ammo bugun kun kelganda dopamin nimaga kirishtirib qo'yatsa, odamni ma'lum narsaga xumo qilib qo'yatdi. Ya'ni odamga to'xtamay ma'lum narsa orqali xushal bo'lsan deb va'da beryapti. Masalan, shu nurg'a yoshlarning hozir telefon o'ynash. Hozir hamma qarasa 5 ostida telefon o'ynaydi, to'xtamay telefon o'ynaydi. 1 minut telefonni ochmasa yoki bo'lmasa har xil masalan nima deb qo'yimiz qo'ylik, paranglish QQ deymiz yoki bo'lmasa undidar deymiz. Bu xil narsalarni to'xtamay tekshirishga qarab beqishga intiladi. Nima ish qilsa? Chunki dopamin ularning kallasida sen telefonni qarasang xushal bo'lsan deb va'da berdi. Ular o'zining telefonda nimani izlayotganligini bilmaydi, ammo ish qilib telefonni bir qatim izlasa, xushal bo'ldigandek tuyg'u keladi. Balkim bir atal uchir kelib qilishi yoki ma'lum narsani yo'llagan bo'lish ish qilib, ularning kallasida xuddi telefonni olsa xushal bo'ldigandek his qildi. Ammo telefonni ochgan vaqt ko'rgan hech qanday xushallik paydo bo'lmaydi.
Bu nereden direkt verdi olsa, dal dopaminning qo'zg'alib ketganlikdan direkt verdi. Dopamin qo'zg'algan vaqtda odam shu ishni to'xtamay qilaverdi. Bu vaqtda u xushallik his qiladi, xushallik his qilmay, faqat xushal bo'lganda tuyg'u his qildi. Unda qandaq narsa dopamin shakllantirdi? Bu alqiliq masala. Unda bizning dopaminimiz nima? Sizni iroda qilib yutib olgan, sizni ma'lum bir pasib ketgan, nachar harakatga mubtilo qilayotgan, xumo qilib yutib olgan, shuni to'xtamay qilib atgan xatoligini bilib turibmi qilayotganda, mushning o'zimi dopaminni qo'zg'alganlik. Unda dopaminni zot nima qo'zg'aydi? Dopaminni qo'zg'aydigan narsalardan birisi odam bir xil huzur paydo qilib qo'yadigan, masalan, puroq, tattiq puroq, anandikan chiroyli narsalar yoki bo'lmasa bir odamning tattiq kulgini yoki bo'lmasa uchurlar. Masalan, boy bo'lasiz, manda qilsangiz andaq bo'lsiz, mushni iste'mol qilsangiz siz sog'lom bo'lsiz degandek uchurlarning har qandig'i odam badanida dopamin qo'zg'aydi. Bu qo'zg'algan vaqt kishilar qanday qildi bo'lsa, shu narsani olmasa, shu narsani ishlatmasa, beyaram bo'lgandek. Shu narsani ishlatganda odamda kishilar tasvirliksiz o'zini tunib bilinmaydigan, o'zini his qilmagan bir xushallik yeshigandek to'lib ketadi. Şuna mesela bir bala yol ketib bardı. Onun bir kız kulib qo'ygan bo'lsa, onun dopamin qo'zg'aldi degan gap. Bu o'g'ilda to'xtamay shu qizning telefonini so'rash yoki shu qizga gap qiz xushal bo'ldigandek, eng oxiri shu qiz bilan muhabbet to'y qiz xushal bo'ldigandek, ammo u vaqtim xushal bo'lmaydi. Eng oxirida balliq bo'z xushal bo'ldigandek, eng oxirida va hokazolar. Mushlarning hammasi nimani qo'zg'aydi? Dopamin. Masalan, sizlar qimmat baliq do'konga kirsanglar, ba'zi do'konlarning xushpuroq puraydiganini his qilsizlar. Bu puroqlarning hammasi nima paydo qildi bo'lsa, kallada bir xil men bayatın degandek dopaminni qo'zg'aydi. Bu qo'zg'algandikinlar, siz osh narsani olsam xo'sh bo'ldiga o'xshayman, mushni olmasam bo'lmaydi ekan degandek bir tuyg'u paydo bo'lib qoldi. Shunga bundaq tanlab do'kon kirgan cho'qim buni itib olib aqlalatdi. Anında ekan basin so'msanglar, darhol dopamin qo'zg'alganda buningga qarshi chiqmoq intayin qiyin bo'ldi. Shunga esingizda bo'lsin. Sizlar mushu bulapmi yoshlar Muş yaşaş jarayonida chuqur ma'lum narsaga xumo bo'lasizlar, ma'lum narsaga mubtilo bo'lasizlar, ma'lum narsa to'xtamay kallanglik kirib oladi. Buni har qancha chiqirib yetsanglar, chiqirib yetmaysizlar. O'zingizga qanday tuyg'u paydo bo'lsa, xuddi ashning erishsanglar, xushal bo'lgandek his qilsizlar. Amma bir narsani eson tutinglar. Dopaminning qo'zg'alishi hargiz odam xushallik bermaydi. Faqat xushallik berdigandek tuyuldi. Bu mundaqchini ozdirish hisoblandi. Masalan, Riyen, yosh psixolog Riyen buning rasmini ma'qul yozgan. Ya'ni buningda bir hidrogen, bir oksigen, bir hidrogen shaklida holat bo'lgan. Anada kimyoda NH2 holatda tasvirlagan. Ana ma'no tasvir qilsanglar bir xil ozduğuchining surtida buni tasvirlab chiqargan. Shunga sizlar mushtasini tushgandan keyin yaxshi o'ylanib, zodim mening dopaminim nimado? Men zodim ma'lum ishqa aslida foydasi yo'q. Nemish bundaq mubtalo bo'lib qolman deb o'ylagan vaqtinglarda, andan keyin sizlar o'zingizga mundaq bir savolni qo'yinglar. Men mushti qilsam rost xo'sh bo'lamdim. Masalan, telefonni chuqur bir aqtug'uni keladi. Sizlar savol qo'yinglar. Mush aqtusam rost xo'sh bo'lamdim degan narsani o'tirib qo'yinglar. Shu vaqtda ananda ekan bundaq ishlardan tabiiy chekindiq ahvollar shakllanadi. Ba'zi yoshlarning masalan kompyuter uyallari xo'sh masalan kompyuter uyallariga oshqulab qoldi yoki xumo bo'lib qoldi. Bularning nima shakllandi desa, xuddi aşağı kirsa xushal bo'ldigandek, ashini o'yinimiz xushal bo'ldigandek, ashini qiz xushal bo'ldigandek, bu bir tuyg'u bo'ladi. Shunga bu odamda tabiiy yetilgan, men bayatın dedim-ku, odamning hayot qilish uchun, harakat uchun asli yetilgan narsa. Biroq bugun kun kelganda bu dopamin bizning nurg'un ishlarga, bizning xumo qilib qo'yish holatini shakllantirib qo'yadi. Unda sen muş dopamin to'g'riliq o'zingizning tushunmagan yoki so'rmoqchi bo'lgan savolingiz bo'lsa bo'ldi. Siz Yaxshimisiz Alimalim? Boy dedingiz bu dopamin degan bu narsa masalan odamning shu salbiy jihatdagi roli bek ortib ketib qolgan tarafdan so'zladingiz. Buningda vasmi shu aktiv, yaxshi taraflardan, masalan yaxshi ish qilish taraflardanmi shuni qo'zg'atib, shundan foydalanib bo'lamdi.
Men bayatın dedim, dopaminning asli xarakteri nima desa, ma'lum ishqa xushalliq erisanda va'da berish orqali mingning eng cho'ng yolg'onchiligi buchu. Mushu yolg'onchilik orqali masalan baxtlik bo'lasan, xushalliq bo'lasan deb va'da berish orqali bizni ma'lum ishqa so'rab kirdi. Unda bo'lsa, dopamindan paylanğıl buldu. Agar biz ma'lum bir ishdan masalan bir bal o'g'inish qilib berib qolgan bo'lsa, o özünün ügünüş qilib, tirishib, muvaffaqiyat qozonib, özünün millioner bo'lgan vaqtini, tushunalimi? Yoki put qozongan vaqtini tasavvur qilsa, shu vaqt yana dopamin qo'zg'aldi. Buni aktiv ishlasin bo'ldi. Ya'ni ba'zi biz nishonimizga qarab ketib qolganda, erib qolgan vaqtlarimizda o'zimizning shu nishonga erishmoqchi bo'lgan vaqtga erishgan vaqtimizni tasavvur qilib bersak. Masalan, tortish kuchining qonuni tumshugan. O'zimizning erishgan vaqtlarini şu ishni ufti qazib bo'lgandan tasavvur qilsaqmi, dopamin qo'zg'alib turdi. Bu dopamin anakin harakatni, yana odamning harakati. Odam tan jihatini hargiz erib ketmaydi. Odamning tan jihatini erib ketishi asosiyatdan ko'rilmaydi. Bu nimadansa ro'yatdan ordigan gap. Mushunda vaqtda dopamindan paylanish orqali o'zini shu harakatni davomlashtirishga paylansa bo'ldi. Unda asoslarga 4-qatim so'zlaydiganim kinoylik qanqish. Kinoylik qanqish degan nima deganda, siz kallingizda ma'lum bir sizni azoblaydigan yoki sizni unutishga orzu qiladigan ma'lum narsani chiqirib o'tadigan siri, u yana kuchlanib qaytib keldi. Mana shu qanda qancha unutishga uringan siri, shuncha kallingizdan chiqetmaydi. Biz bu xil hodisani kinoylik qanqish deymiz. Kinoylik qanqishni masalan men bir misol olib beray. Masalan, mening dadamning ismi Qurban. Sizlar hozir dadamning ismini Qurban ekanligini bildinglar. Unda bo'lsa sizlar mening dadamning ismini unutishga urinib qo'yganlar. Unutib ketinglar hozir. Siz unutib ketdingizmi? Unutib keting, cho'g'im unutib ketmisiz olmaydi. Unutdingizmi? Shunga o'xshash, qancha qatim mening dadamning ismini unutishga uringan siri, dadamning ismi kallangni shuncha qatim aslinib maqdi. Masalan, unutib ketay. Nimani unutib ketdim? Qurban. Aslida. Unutib ketay. Nimani unutib ketdim? Qurban. Demek, bundaq passivli unutishga tirishgan har qanday narsa, har bir qatim unutishga uringanda bir qatim kuchayib keladi. Biz bu nima deymizsa, kinoylik qanqish deymiz. Yoki bo'lmasa, bir yigit bir qizni yaxshi ko'ra qoldi. Bu qiz uning talabini rad qildi. Shundan bu bola u qizni unutishga uringan siri, bu bolaning qizga bo'lgan muhabbet kuchayib ketadi. Yoki 2 yosh to'y qilmoqchi bo'ldi. Ota-onalar uning qo'shilmadi. Qancha qo'shilmagan siri, bularning irodasi shuncha kuchib ketadi. Biz buni kinoylik qanqish deymiz. Ya'ni bu xil muhabbet qancha cheklangan siri kuchib ketadi. Biz buni Romeo Julieta unumi yoki effekti deb atab qo'yamiz. Shunga ba'ziki nikah sirtidagi muhabbetning bu xil kuchib ketishining sababi nima esa, bu xil muhabbet qancha cheklangan siri, yushurun bo'lgan siri, ash odamga nisbatan bu xil muhabbet shuncha kuchlanib ketadigan ahvollar shakllandi. Yoki bir odam xizmat talab qilmoqchi bo'ldi. U xizmat talab qiladigan o'rin kirib, 100 tirani imtihon bermoqchi. O 100 tirani imtihon bergichning oldida qancha o'zini mukammal tutgan siri, qancha o'zi diqqat qilgan siri, uning shuncha taq chiqadi. Qancha o'zim tutib olay degan siri shuncha tilishidi. Qancha gapni yaxshi deydigan siri shuncha gapdan ezib ketadigan ahvollar shakllandi. Biz buni nima deymizsa, kinoylik qanqish deymiz. Şuna nurgun adamlar var. Bulapmamış şu xamış kisi giripta bo'lib qolganlarning ko'pinchisi o'zining kallasiga bu xil pas pisatlarni kurash qilaverdi. Qancha chiqirib degan sira shuncha yenib kelaverdi. Bu nimani paydo qildi desa, mingida g'oyat zo'r besim paydo qilib qo'ydi ahvollar shaklda. Ondan kishilarda qandaq bir yakun chiqdi desa, menda chuqur bir chataq chiqibdi, kallamdan chataq chiqibdi degan mushunday keldi. Kallasidan qanday vaqt chataq chiqdi desa, ma'lum narsa unutishga uringan sira. Masalan, buni menda o'zgarsak bo'ldi. Masalan, sinfda men sizni chiqirib etdim. Urushib. Chiqirib etgandan tatibli menda g'am paydo bo'ldi. Nima ish qilsa, qachon yenib kelar, qachon mendan o'chilar, qachon texmi qurollanib kelar deb o'ylayman. Demak, kallidan bunday narsa chiqish uringan sira, bu narsa odamni shuncha azoblaydi yoki bearam qiladigan ahvollar shakllandi. Biz buni nima deb ataymiz? Kinoylik qanqish deb ataymiz. Undan buni qanday bir taraf qilish kerak? Undan bu xil paspisiyatlarni unutib uringan kuchib ketadi ekan. Undan qanday qilish kerak? Men bir narsani deb qo'yasizlarga.
odamning eng chong bir ojizligi bor. U nima bo'lsa, bearam tuyg'udan qechishni orzu qildi. Badan shu, masalan, men chaqmoq bilan birisining qo'lining yeniga etkazsam, u chig'im qo'lini tortib oladi. Mingimi har qanday vaqtda bearam tuyg'uni sesla uningdan qechish urindi. Amaliyotda badan qachonligan bilan menga bearam tuyg'udan qachanmaydi. Shunga bu xil kinoyalik qanqishning aks ta'sirini kamaytirish uchun qanday qilmasa, bu xil bearamchilikni badan his qildiruymiz. Badanni aqashgan bilan menga bundan qachanmaydi. Bu degan nima deganlik desa, masalan, bir odam azoblandi. Bu azobni chiqarish urni va kuchi verdi. Bu agar to'g'ri usul nimasi, shu azobni his qilib beqish. Masalan, o'zing his qilgan vaqtda masalan, qusoq tarafi bir xil bearam bo'ldi, ichib pushidi, tishlar qiyishidi. Mushning hammasi buni his qilish deb ataymiz. Badan. Masalan, ba'zi ayollar shunday azoblangan vaqtda yig'lasa, ko'ngli yig'lasa bir xil yeniklab qolgandek his qildi. Nima ish qilsa, yig'lash orqali badanni his qildirib, azobni mingni aram topqizish. Shunga mayl o'g'il bo'lsin, mayl er bo'lsin, mayl ayol bo'lsin, mayl qizval bo'lsin, bu xil azoblardan amalba badanni his qildiruvchi kerak. Shunga men odat psixologiyada yig'lashni xato deb qaramayman. Erlar bo'lsa-mu, agar uning kuchli bir azob kelgan vaqtda u yig'laversa bo'ladi. Buning o'zimi nima deganda badanni his qildirish deb ataladi. Yoki uxlaversin bo'ladi, yoki vaqiraversin bo'ladi. Bularning hammasi badanga taqat qilish orqali yo'q qilish. Shunga sizning agar unutmoqchi bo'lgan narsalar bo'lib qolsa, bu narsani amalba kallangdan chiqarishga hargiz urinmanglar. Balki shu hissiyotlar birga yashsanglar, bir mazgildan keyin u o'zini qo'yib beradi. Uning bilan qarshilashgan siri bu xil hissiyot qayta kuchlanib ketadi. Unda esa mush to'g'riliq tushunmagan savollarni so'rasam bo'ldi. Siz. Undaq o so'rab baqsam alim. Mana shu Robert Kleinninki Yaproqsiz attirgul degan asarda mundaq bir jumla uchratgan. Unutish uchun aslash deb. Men bu vaqt shu vaqtning o'zida tushunamaganman bu jumlani. Shunga hozirmish darsingizni anlagandan o'ylab qoldim. Odam shu ma'lum bir azobni yoki o'ziga kelgan bir kelishmaslikni deyli yoki azob deyli. Shuni unutish uchun odam ba'zi muvofiq darajada shuni eslab turishning o'zimi buni unutishga nisbatan azroq ilgirlatish kuch bo'la olamdi. To'g'ri. Buning ilmiy asosi bor gap. Biz bayatin degandek, uni qancha unutmayman degan sir aslaydi. Unda esa haqiqiy unutishni qanday qilish kerak desa, qasdan aslab turilish kerak. Burun o'tgan. Agar uning kallasiga xushal o'tgan kunlari yoki azoblagan vaqtlari, qanday xiyollar, qanday aslimlar bo'lsa, mushni qasdan aslab bergan siri, buning unumi bo'lgan siri tuvallaydigan. Bu dal aksi bo'ldi. Shunga sizning bu deganingizning bugungi darsimiz uchun bevosita munosabati bor. Ya'ni kinoyalik qanqashni o'ng'ishlash uchun bayatdan nima dedik-sa, badanni his qildirish dedik. Bu nima bo'lsa, osh aslimalarni aslab turibasimi, bag'an siri qo'yib berdi. Qancha aslimaydigan siri buning odamga bo'lgan ta'siri shuncha kuchli bo'ldi. Unda sizlarga 5-qatim so'zlaydiganim nima degan vaqtda pushaymon effekti. Ya'ni effekti deganimiz odatda latinchadan bevos qabul qilgan so'zlar odatda unum. Yaxshi xanzucha showing deb qo'yamiz hamda. Unum deganni bildirdi. Bu bir xil avtomatik qo'zg'algan bir xil mexanizm. Unda men bu yerda ilib aytayotgan pushaymon effekti degan nima desa, odam bir ishni iroda qildi, tuyuqsiz bayatimiz degandek o'zini mukofotlab seliblar, bu irodasini bir chekinib qoldi. Chekinib qolgan vaqtda pushaymon qildi. Pushaymon qilgandekilla bu harakatni yana qatim sonini xatoligini chiqaytiraverdi. Nima qilsa u men bir qatim xatolik qilgandan keyin ikkinchi, uchinchi qatim xatolik qilsam ishni bo'lmaydi deb qaraydi. Masalan, bu odam tomoq tashlandi. Ammo 4-kuni amal yo'q, chekib soldi. Ma'lum sabablar tufayli yoki o'zini mukofotlab chekib qoldi. Ham bu buni pushaymon qildi. Pushaymon qilib yana bir tatama chekdi. Hem bunun tunç xatolik nimasi shu bir qatim chekib qolgani.
qolganlari bo'lsa uning nisbatan xatolik tuyulmaydigan gap. Şuna adamning birinchi xatoligini chuqum agar qilib qolgan bo'lsa, uni chuqum o'zi kechirib kerak. Uni kechirib etmagandan keyin nima shakllanadi bo'lsa, bu harakatni qilaveradigan shakllanadi. Masalan, nurg'un yoshlarning ham zariga chekib qolishining sababi shu. 30-qatimni chekdi, o xatolik o'tkazdi. 2-chi, 3-chi, 4-chi uni xatolikda tuyulmaydigan qoldi. Nima ish qilsa, u hamda men o'ngishib bulanmayman, yoki bo'lmasa, men mushning bilan ham tugdim. Yoki bo'lmasa Uyg'ur tilidagi taz bo'lsang gadengich bo'l degan narsa kirib qoldi. Amaliyotda tazningmi o'xshamaydigan shakllar bo'ldi. Manchalik taz bo'lib qolgan, yoki manchalik taz bo'lib qolgan, buning albatta farqi bor narsa. Ammo nurg'adam kichkina ham taz bo'lib qolib tufayli hammerini tazqilaydi. Yoki bo'lmasa, pitning achchig'ida chapanni o'tqa selishga o'xshab qoldi bu. Yana bir kichik xatolik o'tkazib, bu kichik xatoni o'zi kechirib etmay, onunğa bu xatolikni to'xtamay sodir qilish. Shu buni o'xshashning masalasi nimasi? Chuqum odam o'zini kechirib o'tish kerak. Bunda ham nurg'u o'quvchilar shu men unda qilsam bo'lmaydi, o'zim yumshoqlik qo'lliq qilsam bo'lmaydi deb qaraydi. Men darsning dasbida sizlarga odam o'zini qancha irodalik bo'ldigansiz irodasiz ketadi deb qo'ydim. Ha? Nima ish qiladigan vaqtda odamning masalan mushtni qancha tutkansire bu mushning echilib ketishi shuncha tiz bo'ladigan gap. Shu ba'zi irodani bek chin qilib olsanglar, tasoddifiy bu o'zingning tizib qo'ygan yoki o'zingning qilmoqchi bo'lgan azroq xato sodir bo'lib qolsalar, darhol sizda bu ishni qaytadan asli keltirmaydigan ahvollar shaklda. Yoki menda misol ko'rsatay. Masalan, bir do'stim mening ko'nglimni ranjitadigan bir ishni qilib qo'ydi. Bu ranjitib qo'ygandan keyin men buni tilligan bo'lsam, men tillidim. Demak, u ikkinchi qatim meni ranjitdi. Chunki u Alloh bilan jazolanib bo'ldi. Uning ustidagi bir xil besim yengillab bo'ldi. Chunki men tilib etganligim uchun. Balki bu ikkinchi, uchinchi qatim meni yana ranjita olish mumkin. Nima qilsa, men uni tillab bo'lganligim uchun uningda ikkinchi qatim qandaqdir ma'ni nisbatan pozitsiyasini o'zgartirishga majbur bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, bir o'quvchi topshiriq ishlamadi, o'qituvchi uni tilladi. Tilgandikinlar uning topshiriq ishlamini xatolikda. Ammo uni tillab etganlik uchunlar nim shakllandi bo'lsa, o'quvchida besim tuvallaydi. Chunki tillanganlik uchun. O ikkinchi qatim yana topshiriq ishlamas mumkin. Ammo buni o'zgarsak-chi, men eliq do'stim kechirib etsam-chi. U ko'nglim ranjitdi, men kechirib etdim. Uning nim shakllandi? Uningda chuqum besim shakllandi. Uning ikkinchi qatim menga nachar muomala qilishi yoki bo'lmasa men norozi qilish fursati yoki mumkinligi chuqum tuvallaydi. O'quvchi topshiriq ishlamadi. Agar o'qituvchi buni kechirib etsa, sen nima qilsan, men sana kechirib etdim. Balki bu o'quvchi yana topshiriq ishlamas mumkin. Yana kechirib etsa, yana ishlamas mumkin. Yana kechirib etsa, ammo bu o'quvchi ishidan qoyil bo'lishga boshlaydi. Odammi shu. Agar biz o'zimizning ma'lum xatoligini kechirib etmay, o'zimizni ayiblasak, bizda bir xil rahat tuyg'u paydo bo'ladi. Bu harakat yana qayta qilamiz. Yana ayiblaymiz, yana bir iniklaymiz, yana qilamiz. Yana ayiblaymiz, yana qilamiz. Agar biz o'zimiz kechirib etsek-chi, qayt kechirib etsak, bizning chuqum harakatni tuzishimizga aniq bois bo'ldi. Shunga ba'zi vaqt agar siz bilmay xatolik sodir qilib qolgan bo'lsanglar, bu xatolikni chuqum kechirish uchun bilishing kerak. Nurg'a odamlar deydi, unda qilmaydi, bu degan bir bana yoki bo'lmasa har xil gaplarni yakunlash mumkin. Ammo arqa marqa tadqiqot nima dedi degan vaqtda odam ba'zi o'zining qilgan xatoligini chuqum kechirib o'tish kerak. Shu vaqtda u o'ziga osh harakatni tuzlashga nisbatan bir kuchli besim shakllantira oladi. Xuddi bir odamni kechirib etgandek. Yoki bo'lmasa buni sizlar o'zingizlar sinab qilib baqsanglar bo'ldi. Siz do'stingni qancha kechirib etgansizlar, do'stingning sizga bo'lgan muomala shuncha yaxshilashib boshlaydi. Shuncha uning harakatini o'ngshay olasizlar. Dadimi balni qancha kechirib etgansizlar, bala shuncha harakatini tuzlashga boshlaydi. Masalan, nurg'un balalarning ba'zi xatoligini mesela tutuş için ata-onalar to'xtamay bular bilan kirishib oldi. To'xtamay tillaydi. Tillagan siri amaliyotda bu bolalarning harakatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki ata-onaning tillab bo'ldi. Tillab bo'lgandan keyin uning besim asosiyati yo'qolib ketadi. Uning harakatini tuzlash imkoniyati sal kuchli bo'ldi. Tuvan bo'ladi. Masalan, bolalarning bir o'g'il bolaga nisbatan apsi to'xtamay kapishib to'xtamay tillasa, to'xtamay nim qilsa yana kari yo'q. Ammo dadisi bir ömür gap qilmay, faqat qarab qo'ysam, harakatini o'zikidan o'ngshay oladi. Bu nimadan kelib chiqqan desa, dal mushkil hodisdan biz o'ng holat keltira olamiz. Shunga bolalarni tarbiyalashda chuqum kang qilsa, kechirib o'tish orqali oningdagi uning ba'zi harakatlarini tanishkili bo'ldi. Bu odamning psixikasi yomonlashib ketgan vaqtda. Nurg'a odam buni tushunmasdan o'zining subyektiv hissiyoti orqali jazo berishni, o'zini ayblashni,
tanlab turib oladi. Shunga o'xshamasin, ha. Matematik çekmey bir çekip hata sodir qildi, o'zini aybladi, ayblab yana bir tatama chekib oldi. Buningdan keyin bu erkin tuzlalamdi, tuzlayolmaydi qanki. Şuna biz bazı özümüzge bek qattiq qo'l bo'lib ketib qolgan vaqtda, o chaqda biz özümüzning harakatini tuzlashga nisbatan bir qadar qiyin to'xtaydi. Bu men sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan pushama effekti. Undan so'ng men mush 5 qatimliq darsda sizlarga 5 xil nazariyani so'zladim. Sizning irodasizligingni keltirib chiqarayotgan yoki sizning muvaffaqiyat yo'lini to'sab qo'yayotgan yoki yarim yo'lda sizni chekindirib yetib qolgan yoki o'zingni bilib turib ba'zi ziyonli ishni to'xtamay qilayotgan mush narsalarni biz bag'ansa tushundirdik. Agar mush narsalar, mush nazariyalar kallan aniq bo'lgan vaqtda o'zingning turmushda mushning tushadigan ma'lum ishlar kelgan vaqtda siz tabiiy buning nisbatan aktiv holda mudofaa mexanizmi shakllantira olasiz. Undan olsa bugungi darsimiz müşahede ayaqlaşdı. Anlığınızla rahmet. Hoş.